Ana odam gapirgan gaplari qabr qazonman hech xayolimdan ketmayapti-da. Qattiq tegibdi-da. Qattiq tegdi. Shunda olsak, onaxon Realni ko'z bilan ko'rib turibsiz. yana vajohat bilan kelyapti, uraman deb kelyapti. Lahat olib qo'yganmiz. Nima deysan? Bu ochgan qabring buvim bo'ladi. Bo'ladi, nima bo'lsam bir ichini ko'rib oringchi, nima akadim. Aqlingiz yetsa, lahat toshdim, tushdi-da. Bitta ko'rdi, sakrab chiqdi. Otangiz sizga bergan qaysi nasihatlar hali ham esingizda anu? Eng gul toji bo'ladi-yu. Mana shu gaplar har safar mana shunaqa voqea bo'lganda esimga tushadi shu gaplari. Maslahatlari bormi sizga aytgan gaplari? Endi otamni ko'p jahllar chiqardi. Tez jahllar Tez chiqardi. edilar. Bir insonni ko'rib aytayotdilar-da, ana shu insonni ko'ryapsanmi? Nima ekan desam, shu yoshi 60 ga chiqdi dedilar. Shu inson dedilar, chekidan kelib, oilasini tashlab turib boshqasiga uylanib olgan. Shu ichib yurib mazaq qilib dedilar. Shu insonni ko'rdingmi? Ahmoq dedilar. Ahmoqning qarisi bo'lmaydi, ahmoq qariyani bilmaydi dedilar. Nimaga unaqa deydilar, nimaga unaqa deydilar desam, u maqola ganda ahmoqning qarisi bo'lmaydi, ahmoq qariganini bilmaydi. Shu narsani ko'p aytardilar. O'g'lim, qariyangni qoqilmagin deydilar. Qariyangni nima qoqiladi deydilar desam, qariganingda yoningda yoring yo'qotib qo'ymagin deydilar. Keyin mana o'tgandan keyin adam bilan dodam o'tib ketgandan keyin tushunib yetolmadi. Shu narsa. Lekin bu otani, dodani ishini davom ettirish qiyin narsa ekan. Og'ir narsa ekan. U qaysi tomondan og'ir deyapsiz, masalan? Bir misol keltirib ayta olasizmi? Hozir tilda aytganda xalq bilan ishlash qiyin. Har xil inson bor. Hammani ko'ngli ololmaysan. Bu yerga oshga to'y yetgani kelmaydi odamlar. Har xil holatda keladi. Kimdir otasini yo'qotgan bo'ladi, kimdir onasini, kimdir jigarni, kimdir farzandini yo'qotgan bo'ladi. Ular bilan gaplashish qiyin hozirgi paytda. Kimlardir to'g'ri tushunadi, kimlardir noto'g'ri tushunadi. Kelisha olmay qoladigan kunlar ham bo'ladi. Shunaqa insonlarga sabr tilaymiz. Mana siz hozir o'zingizni armoningiz haqida gapirdingiz-ku. Mana shu qabrga qo'yilgan odamni armoni nima deb o'ylaysiz? Просто o'zingiz bundoq o'ylab qo'yayotgan paytingizda shu odamning armoni bordir. Shu insonlarni mana shu dunyoga to'ymadi-da. O'zi bilan hech narsa olib ketolmadi. Maza qilib yashayman deganda vaqt tugab qoladi. Mana o'zimni otam ham hammamiz uyli joyli qildilar. Endi rohat qilaman degan paytda Alloh omonat olib qo'ydi. Armon shu bo'lsa kerak. Umr yetmadi, umr. Farzandim deb yashaydi endi hamma. Masalan, bizning ota-onamiz ham shu farzandim boqiylik, bolalarim boqiylik, tirikchilik qilishgan, boshqa qilishgan. Shu armonim ham shu bolalarim qaysi birdir shu uylik qila olmadim yoki qaysi birdir bir narsa qila olmadimmikin yoki bo'lmasam ibodatlarim qolib ketdi, ihsonlarim qolib ketdi, bunga yaxshilik qilsam bo'lar ekan, bunga yaxshilik qilsam bo'lar ekan bo'larmikan? Endi ko'proq ota-onalar farzandini o'ylaydi. O'layotganda ham farzandim deydi. Lekin farzandlar ota-onam demas ekanda, ota-onam bo'lsa ozur burni bo'lmasin derkan. Kimlardir otasidan qutulganiga shukr qiladi, kimlardir onasidan qutulganiga shukr qiladi. Hozir ko'plar ko'ryapmiz-da. Ota-onasini behurmat qilayotganlar ko'p. Bugun qutularsan deyman. Bugun sen ham qaraysan, sen ham ota bo'lasan, ona bo'lasan deyman. Qaytor dunyo bu. Hozir dunyo shunaqa vaqtingiz o'tyaptiki, 40 sekund. Aylanib keladi. Qaytar dunyo bu. Qaytadi hammasi. Bugungi kunda odamlar orasida oqibat yo'qolib ketayotganga o'xshaydi. Даже qo'shningiz to'y qilayotganini hamcha, anu karnesunni chalinganda eshitasiz, kim to'y qilyapti desangiz, ikkita uy naridagi qo'shningiz to'y qilayotgan bo'ladi.
mana shu oqibat yo'qolib ketishiga, oqibat ko'tarilib ketishiga, ba'zi qo'shnilar bir-biri bilan salom alaykum qilmaydigan, teskari qarab ketadigan davrda yashayapmiz ham. Olib qarasangiz borda, ko'z, ana yon atrofimizda bor shunaqa. Shu narsalarga nimalar sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz hozirgi kunda? Bu narsaga sababchi bo'layotgan telefon. Oddiy misol aka-ukalar. Oldin oqibat kuchli bo'lgan. Ota-onalar bo'lgan, qarilar bo'lgan. Bor amakinikidan xabar olib kel, bor tog'inikidan xabar olib kelgan. 4 ta nonni olib, tugun qilib, borib bir kun yotib kelganmiz-da. Mehmon bo'lib kelganmiz. Hozir kim yotgani boryapti? Faqat telefonda. O'tbutda mehmon kelgansa, o't butda ko'rishib olaylik. Anta kafe ochib turibdi, ko'rishib olish uchun arzonroq ochadi. Bu unga olib kelmadik. Ko'p joyda ayollar gapiradi. Uyga olib kelmay o'sha ko'chada mehmon qo'ying deydi. Daha shunaqa odamlar bor. Akasi, ukasi ko'chib bo'lib ketadi. Asi qatdan olganini bilmaydi, shu darajada. Aka qattiq uyingizga bormay qo'ying, keling o'tbutda ko'rishib olaylik, aka deydi. Lakasi tashlab yuboring deydi. Lakasi tashlab yuboring deydi. Mana mehr oqibat. To'yni qo'yavering. Zo'jon hozir to'y qilsa, qo'shni to'y qilsa bilmay ham qo'ysan. O'sha aytolmanda. Bilmay ham qo'ysa. Andasa aka o'zi qisqartirib to'y qilamiz dedi. O'zidan oshxonasini aytibdi, qandoshini aytibdi. Qo'shnidan kambag'al bo'lsa, nus chekka sur qo'yibdi-da, paloncha kelsa to'yga ketibdi. Kambag'al qolib ketibdi. Mana oqibat. Bu narsa sinfdoshlar orasida ham ko'p uchrayapti. Oldin masalan, mana siz ham sinfdoshlaringiz bilan hech hashar qilganingizni eslaysizmi? Masalan, men hashar qilganman-da. Bu sinfdoshimga, buni meni uyimga sinfdoshlar kelishgan, hashar qilishgan. Lekin o'sha sinfdoshlarim ham qanaqadir bir-biridan uzoqlashib qolyapti. Nima o'zgardi bu yerda desam, xo'p, hamma oilali bo'ldi, hammaning ro'zg'ori bor. Lekin oqibatda yo'qolib ketishiga birov qiynalib uchasiga qo'yapti, qo'lidan keladi masalan, yordam qilsa bo'ladi. Bor imkoniyat. Shu narsani qilmaydi-da. Yoki 5-10 ta og'ani yig'ilib turib, bir hasharni bir mushkulini oson qilib yuboring demayapti-da hozir. Chaqirsangiz, unisi ishim bor, bunisi ishdama. Uyda o'zi ki bormay ham qo'yaveradi. Ishdaman deyoradi yoki ishga ketdim deyoradi. Nima sabab bo'lyapti? Nima o'zgaryapti? Men tushuna olmayapman mana shu narsaga. Nima deb o'ylaysiz? Endi bu hayot tezlashib ketyapti. Odamlarning xayolida tezroq pul topib, tezroq boyib ketdi. Lej bu shu ish qilayotganda oshnonasi bezovta qilib qo'ymasin. Tegmasin. Endi ish qolib ketadi. Pul qolib ketadi. Pul to'xtab qoladi. Oldin vaqt uzoq bo'lganini bilmayman. Biz ham uchrashib qilganmiz, sinfdoshlar hashar yo'lda qilganmiz, hammasi kelib turib bergan. Biz ham turib berganmiz. Lekin hozir buni qarasang, sinfdoshlarni ko'rmaysan. Kimdir tayyorlanayapti, kimdir qursa ham sinfdoshlarga qarashayotgan ko'rmadim-da. Faqat u uchastka qilganini qarashyaptirsa, choyxonaga kelmayapti-yu. Endi Jamshid ukam choyxonasiga hamma yig'iladi. To'ycha yig'iladi. Lekin janoza desang, oshxonalarni ko'rmayman. Endi patag'asiga borib qo'yamiz. Janozani nima qilamiz? Ko'ryapmiz-da. Bu choyxona oshxona topiladi. Janozani kelib qo'yish kerak edi. Eshitdimi kelish kerak. Yarim soat, 1 soat vaqting ketadi. Qabr tepasida tursa Mulk surasi 20 minut vaqting ketadi. Janoza qatnashib qo'y. Oqibat o'lib boryapti-da. Mana shu boy ham, kambag'al ham bir xil qabrga tushadi-da. Bir xil ko'lanadi. Yo boshqacha boyga boshqacha ko'lanadi. Mana shu qabristonga bunda qaraydi, menga boy bilan kambag'alni ajratib bera olasanmi? O'sha aytayapman-da, ajrata olmaymiz-da. Bir xil ko'lanadi-da. Lekin nimaga kibrlanadi? Biladi shu bir xil ko'lanishini, keladigan joyi sho'tligini biladi. Jumaga chiqadi, masjidga chiqadi, namozga chiqadi-da, kibrlanadi. Shu kibr nimadan bu? Endi kibr odamlar puli ko'payib ketganda.
yaxshi yashayapti, puli ko'p, oshona tanish bilish ko'p. Qachon bir o'zing savol. Uyda mardkor ishlatyapsan, usta ishlatyapsan. Nimaga ularga adelni javob qilasan-da, o'zing adelni o'tirasan, birga o'tirmaysan. Lekin bitta gap aytaymi? Ishonasizmi? Men birga o'tiraman. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Mana ovqat masalan 3 kishi ishlatyapman, 4 ta ovqat olib kelaman, qo'yib kelinglar deyman. O'zim ham shu yerda o'tirib, o'zim ovqatlanaman. Lekin sizda o'tgan narsa to'g'ri. Ko'pchilik unaqa qilmaydi. Lekin men shu narsani bilmayman. Men o'rganmayman, boshqa ham inson o'zimizga o'xshagan. Janish mana ukam gapini bo'ldim. Bir kun bola keldi. Kelib, "Oka dedi, kibr sindirgani keldi" dedi. Shu qabr qazib, qabr ichida yotmoqchimiz. Shunga joy ko'rsasangiz, oshna-og'aylar bilan keluvdik. Qarasam, hasharga kibr sindirish uchun shashlik, suv, puji ovqatidan kelyapti. Choyxonaga borishgan. Choyxona qilyapti. Kakras o'rin payti edi, bahor paytida. Obed paytiga kelib qolishdi. Yonida ustalar ishlayapti, mardkorlarga ovqat suzgan paytimizda. Bundoq qarasam, kibrzor yemay olgan bola ekanda. Nali ko'rayotgan bo'lsam kelar oldimga. Keyin ukam kibr sindirgani keldimsan xani. Qarasam mardkor ovqatini yeyapti. Chunki o'tirmamiz keldi. Kelib o'tirdi. Bordim mardkorga kosani berdi. Ovqatini desam, men aka berdi. Mardkor ovqatini berib, men bolaga uzatdim. Ukam ham ovqat yegan, keyin gaplashamiz. Yo'q, mardkor ovqatini men menga beryapsiz. Shuni yesam yemayman bu. Mardkor ovqat yeyapti. Mana shuni yesang kibring sinadi. Endi bado solga men qabr qaziyman. Ukam uzurdi. Sen kibring kuchli ekan, sinmas ekan. Alloh hisob bersin. Chiqib ketyapman. Oddiy ovqat yemayapti, mana oddiy ovqat. Sen kun qo'ysam ham o'zgarmaysan dedingizmi? Budga kelgandan keyin yozib qo'ymaydi-yu, qabr tablichkasiga bu mardikor bu. Bu palonchi deb. Hamma qabr kirgan bir xil bo'ladi. Masjidga kirganini bilasan, hamma bir xil sajdada. Alloh hisob bersin. Sizga ham hayotingiz davomida kibr qilganlar bo'lganmi? Ko'p. Ana qalbingizni og'ritgan varianti bo'lganmi? Qalbingizni og'ritdi shu narsa. Og'ritganlar ko'p bo'lgan. Aytib bering ibrat uchun. Kimligi shart emas. Bir noyabr oylari. Chislasini aytmay qo'yar. Yomg'ir yog'yapti. Kelishdi. Aka dedi, otamiz omonat topshirdi. Soat 9 bo'lgan. Ertalab. 11 ga janozani aytib qo'yganmiz. Aka nima so'rasang beramiz. Faqat tayinlab bergin. Aka dedim, mayli kelgan joydan qilib beramiz deb. Yo'qdan qilib bermaysan. Mana otam dedi, palonchi. Xo'p, nima qilish kerak desam, o'zimcha aytalayman. Kim aytdi, aka dedim, bu narsa sizga berilmaganmi? Hamma bir xilni paparetga qo'yiladi. Yo'q, men o'zimcha olib beraman. Ama ko'rsatdi. Aytdim, aka dedim, siz bilan kelisholmasa kerak edi. Vaqt ketyapti. Keyin orqada bitta ukasi aytdi, aka dedi, eski qabr ochsa bo'ladimi dedi. Bo'ladi dedim. O'zi eski qabr ochib bering, undagilar shuni iltimos qilishdi dedi. Kim bo'ladi desam, o'lgan odamni onalari bo'ladi. Keyin ana odam, ukam men seni janozadan keyin boshqacha qilaman. Xafa qilaman, endi har xil so'zlar bilan haqorat qildi. Endi forma kiygan insonaga kim bo'ldi? Eski qabrni shoshiltirmaysizlar. 11 ga tayinlab berasan, 11 ga olib kelaman. Mayli. Amallab ochdik. Bolalar bilan tezlashtirib ochdik.
ochsak 16 yillik qabr. Oradan 16 yil o'tgan. Ana odam gapirgan gaplari qabr qazonma hech xayolimdan ketmayapti-da. Qattiq tegibdi-da. Qattiq tegdi. Shunda olsak onaxon chirimaganda kapani bilan turibdi shunda. Realni ko'z bilan ko'rib turibsiz. Ko'rganmiz. Kapan ham endi ana sarg'ayib ketganda turibdi. Og'zini yopdi. Aka dedim telefon qilib, qabristonga tez yetib kelinglar, ozgina ish bor desam, ukam janoza bilan boraman. Qaytmayapti, eshitmayapti. Janoza bilan boraman. Aka janozadan oldin bir kelib ketinglar dedi. Eshitdingmi, men senga aytaman, janozani olib boraman. Mayli. Jahlim chiqib ketdi. Aka dedim, tez yetib kelinglar, holi uchib ketdi, holi samolyotga ketdi. Jahlim chiqib olsaydi. Uchib keldilar bari. Yana vajohat bilan kelyapti, uraman deb kelyapti. Lahat olib qo'yganmiz. Nima desam? Aka dedim, bu o'lgan odam kim bo'ladi sizga? Hozir olib keladigan otam bo'ladi. Bu ochgan qabring buvim bo'ladi. Bo'ladi, nima bo'lsam bir ichini ko'rib oringchi dedim, aka dedim. Aqlingiz yetsa dedim. Lahat ochdim, tushdi-da. Bitta ko'rdi, sakrab chiqdi. Kim bu dedi? Hozir kim dedi inson buvimni. Buvim hali chirimabdilar. Og'zini yopdi dedi, aka nima qilamiz? Endi aka dedim, shu bolalar ko'rmagan, biz ham ko'rmagan, shu yoshgacha dedim, shu narsani ko'rmaganman, endi ko'rdim dedim. Shu bolalar turishga javob berasen dedim. Kasal bo'lib qolsa xabardor bo'lib turasiz. Sababchi bo'lib qoldingiz. Ana ochgan bolalarni. Shogirdlarimga sababchi bo'lib qoldingiz, qo'rqishiga. U dunyoda o'zi javob berasiz. Ayol kishi dedim, biz begonamiz dedim. Nomahrammiz dedim. Ko'rsatib qo'ydingiz. Alloh sabr bersin aka. Ana yonib turgan olov kibrli ayg'iriga mingan inson ekanda. Birdan ana olov o'chadi-yu, shunaqa o'chib qoldi-da. Dunkiga tushib qoldi. Tutuni chiqdi. Tutuni chiqdi. Kim aytdi, endi bosh joydan qaziyamiz, endi vaqtida men aytaman. Silavast. Alloh nasib qilgan kuni bo'ladi. Alloh ham shu insonga ko'rsatib qo'ydi-da. Balkim ko'zimizga ko'ringan, balkim shu narsani ko'rsatib qo'ydi-da. Manmanlik bandasiga emas, egamga. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Tilga ham, zabonga ham ehtiyot bo'lish kerak.